bugun men pensiyaga chiqqan yoki yaqinlari pensiyada bo'lgan har bir inson uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Davlat yordam bo'yicha yangi tafsilotlar, kim nimaga haqli, qaysi hujjatni o'tkazib yubormaslik kerak va eng muhimi, nega ayrim pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan yordamni olmay yurishadi. Bu mavzu faqat bir guruh odamlar uchun emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning ota-onamiz, buvimiz, bobomiz, qo'shnimiz yoki o'zimiz ertaga pensiya yoshiga yetamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta topshirilmagan hujjat sababli odam oyma-oy olishi mumkin bo'lgan puldan, imtiyozdan yoki yordamdan bexabar qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu yerda murakkab qonuniy masalalarni oddiy, hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar davlat yordami deganda faqat pensiya miqdorini tushunardi. Ya'ni odam ishlagan, staji hisoblangan, pensiya tayinlangan, tamom. Lekin amalda pensionerlar uchun yordam faqat oylik pensiya bilan cheklanmaydi. Kommunal to'lovlar bo'yicha yengilliklar, dori-darmon xarajatlari, ijtimoiy yordam, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar. Yolg'iz yashovchi keksalarga alohida ko'mak, mahalla orqali beriladigan moddiy yordam, ayrim hududlarda transport yoki tibbiy xizmat bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, ko'p odamlar bularning hammasi avtomatik tarzda beriladi deb o'ylaydi. Men tajribamda eng ko'p uchratadigan holat shuki, pensioner menga hech narsa tushmadi, demak menga tegishli emas ekan deb xulosa qiladi. Aslida esa tizimda ma'lumot yangilanmagan bo'lishi, yashash manzili noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi, oila tarkibi haqidagi ma'lumot eski qolgan bo'lishi, bank kartasi yoki telefon raqami yangilanmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan esa yordam olish uchun ariza berish talab qilinadi, lekin odam ariza bermagan bo'ladi. Natijada huquqi bor, lekin yordamni olmaydi. Hozir o'zgarayotgan asosiy jihat shuki, davlat yordamini aniqlashda faqat pensiya miqdoriga qarab emas, balki insonning real yashash sharoiti, oilaviy holati, sog'lig'i, qarovchisi bor yo'qligi xarajatlari, ba'zan esa uy-joy holati ham inobatga olinmoqda. Bu juda muhim. Chunki ikki nafar pensioner bir xil miqdorda pensiya olishi mumkin. Lekin ularning ehtiyoji butunlay boshqa bo'ladi. Masalan, bir farzandlari bilan yashaydi, dori-darmonini farzandlari olib beradi. Kommunal to'lovni oilasi to'laydi. Ikkinchisi esa yolg'iz yashaydi. Har oy qon bosimi, yurak, qandli diabet dorilarga katta pul sarflaydi. Qishda isitish uchun ko'proq xarajat qiladi. Qog'ozda ularning pensiyasi bir xil ko'rinsa ham, hayotdagi ehtiyoji bir xil emas. Endi asosiy o'zgarishni oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari ko'p hollarda yordam tayinlashda odam pensiya oladimi? Daromadi qancha? Oilasida kimlar bor degan umumiy ma'lumotlarga qaralardi. Hozir esa yordam masalasida ma'lumotlarni tekshirish va aniqlashtirish jarayoni kuchaymoqda. Bu bir tomondan yaxshi. Chunki haqiqatan ham muhtoj odamni aniqlash imkoniyati oshadi. Ikkinchi tomondan bu pensioner uchun mas'uliyat ham degani. Agar ma'lumotlar yangilanmasa, tizim sizni noto'g'ri toifaga kiritib qo'yishi mumkin. Masalan, pensioner ayol yolg'iz yashaydi, lekin ro'yxatda hali ham voyaga yetgan farzandi shu manzilda turadi deb ko'rsatilgan. Farzandi aslida boshqa shaharda yashaydi. O'z oilasi bor, onasiga doimiy yordam bera olmaydi. Tizim esa uyda yana bir daromadli fuqaro bor deb hisoblab, ayolni qo'shimcha yordamga muhtoj emas deb ko'rsatishi mumkin. Mana shu yerda bitta oddiy hujjat. Ya'ni yashash joyi va oila tarkibi haqidagi ma'lumotni aniqlashtirish juda katta farq qiladi. Yana bir misol, 18 yoshli erkak pensioner oyiga 1.300.000 so'm pensiya oladi. Unga qaraganda qo'shnisi 1.600.000 so'm oladi. Bir qarashda birinchisi ko'proq yordamga muhtojdek. Lekin ikkinchi odam oyiga 500.000 so'mdan ortiq dori oladi. Nogironlik guruhi bor, uyda yolg'iz yashaydi. Agar uning tibbiy hujjatlari, nogironlik guvohnomasi yoki doimiy davolanish haqidagi ma'lumotlar to'g'ri kiritilmagan bo'lsa, u o'ziga tegishli imtiyozlardan foydalanmay qolishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensioner uchun eng muhim narsa faqat qancha pensiya olyapman degan savol emas. Mening holatim tizimda to'g'ri aks etganmi degan savoldir. Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz yolg'iz yashasangiz, farzandlaringiz boshqa hududda bo'lsa yoki doimiy qarovchingiz bo'lmasa, bu holat rasmiy ma'lumotlarda to'g'ri ko'rsatilishi juda muhim.
Chunki ko'p ijtimoiy yordam turlari aynan yolg'iz keksalar uchun alohida tartibda ko'rib chiqiladi, lekin men yolg'izman deb aytishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Mahalla ijtimoiy xodim, tibbiyot muassasasi yoki tegishli davlat organida bu ma'lumot tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar pensionerda nogironlik guruhi bo'lsa, uning huquqlari oddiy yoshga doir pensiyadan kengroq bo'lishi mumkin. Bu yerda dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, tibbiy ko'rik, sanatoriy yo'llanmasi, uyda parvarish, ayrim to'lovlar bo'yicha yengillik kabi masalalar paydo bo'ladi. Ammo amalda ko'p odamlar nogironlik hujjatining muddati, qayta ko'rikdan o'tish sanasi, elektron bazadagi ma'lumotlar yangilanganligini tekshirmaydi. Natijada yordam kechikadi yoki vaqtincha to'xtab qoladi. Uchinchi guruh kam pensiya oladigan, lekin qo'shimcha daromadi yo'q odamlar. Ba'zi pensionerlar pensiyam oz, lekin baribir hech kim yordam bermaydi deb o'ylaydi. Men bunday fikrni xavfli deb hisoblayman. Chunki yordam olish imkoniyatini bilish uchun mahallaga, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga murojaat qilish kerak. Har bir holat alohida ko'riladi. Daromad, uy sharoiti, oila tarkibi, sog'liq holati, real ehtiyoj hammasi ahamiyatga ega. 4-guruh hujjatlarda chalkashlik bor odamlar. Masalan, familiya o'zgargan, nikoh yoki ajrim hujjatlari eski, pasport yoki ID karta yangilangan, lekin pensiya ma'lumotlarida eski raqam qolgan, bank kartasi almashtirilgan, telefon raqami boshqa odam nomida. Bular mayda ko'ringani bilan davlat yordamini olishda katta to'siqqa aylanishi mumkin. Chunki tizim sizni aniqlay olmasa, to'lovlar, bildirishnomalar yoki tekshiruvlar kechikadi. Tasavvur qiling, 72 yoshli onaxon oyiga 1.400.000 so'm pensiya oladi. U kichik hovlida yolg'iz yashaydi. Qishda gaz va elektr xarajati oshadi. Oyga o'rtacha 2.000 so'm kommunal to'lov qiladi. Dori darmoniga 3.000 so'm ketadi. Oziq-ovqatga juda tejamkorlik bilan 7.000 so'm sarflaydi. Shunda oy oxirida deyarli hech narsa qolmaydi. Agar u mening pensiyam bor, demak yordam bermaydi deb o'tirsa, imkoniyatlarni o'tkazib yuboradi. U mahallaga borib yolg'iz yashashini, doimiy dori xarajatini, farzandlari yordam bera olmasligini tushuntirishi, tibbiy hujjatlarni ko'rsatish kerak. Shundan keyin uning holati ijtimoiy yordam bo'yicha ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir holat. 65 yoshli erkak pensioner farzandi bilan bir uyda ro'yxatda turadi. Lekin farzandi chet elda ishlaydi va bir necha oydan beri pul yubora olmayapti. Mahalla yoki tizim ro'yxatga qarab uyda farzandi bor deb o'ylashi mumkin. Lekin real hayotda bu odam yolg'iz yashayotgandek xarajat qiladi. Bunday vaziyatda u holatini og'zaki aytib qo'yish bilan cheklanmasligi kerak. Mahallaga yozma murojaat qilishi, farzandining amalda boshqa joyda yashashini tushuntirishi, zarur bo'lsa qo'shimcha tasdiqlovchi ma'lumotlarni keltirishi kerak. Uchinchi misol, 70 yoshli pensioner ayolning pensiyasi 1.800.000 so'm. Ko'pchilik bu unchalik kam emas deyishi mumkin. Lekin u qandli diabet, yurak xastaligi va bo'g'im og'rig'i bilan davolanadi. Oyiga dorilarga 700.000 so'm sarflaydi. 2 oyda bir tahlil topshiradi. Ba'zan pul tekshiruvdan o'tadi. Agar davlat yordami faqat pensiya miqdoriga qarab baholansa, uning ehtiyoji ko'rinmaydi. Lekin tibbiy holati ham inobatga olinsa, u qo'shimcha ko'makka muhtoj bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim tavsiya qilaman. Retseptlar, shifokor xulosalari, nogironlik yoki surunkali kasallik haqidagi hujjatlarni tartibda saqlang. Agar pensiyangiz barqaror tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, oila tarkibingizdagi ma'lumotlar haqiqatga mos bo'lsa, hozircha vahima qilishga sabab yo'q. Lekin bu tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Men buni avtomobil texnik ko'rigiga o'xshataman. Mashina yurib turibdi. Lekin vaqti bilan tekshirilmasa, kichik nosozlik katta muammoga aylanadi. Pensiya va davlat yordami masalasida ham shunday. Bugun hammasi yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin pasport almashtirilsa, manzil o'zgarsa, bank kartasi muddati tugasa yoki oilaviy holat o'zgarsa, ma'lumotni yangilash kerak. Agar farzandlaringiz bilan birga yashasangiz, ular sizga doimiy yordam bersa, to'g'ri xarajatingiz katta bo'lmasa, qo'shimcha ehtiyojlaringiz bo'lmasa, ayrim ijtimoiy yordam turlari sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Bu normal holat. Davlat yordami birinchi navbatda ehtiyoji yuqori bo'lganlarga yo'naltiriladi. Lekin imtiyozlar turli xil bo'lgani uchun
menga hech narsa tegishli emas deb oldindan xulosa qilish ham to'g'ri emas. Ayrim imtiyozlar daromadga bog'liq bo'lmaydi, balki yosh, sog'liq holati yoki maqomga bog'liq bo'lishi mumkin. Eng katta nozik jihat shuki, hamma yordam ham avtomatik berilmaydi. Ba'zi to'lovlar yoki xizmatlar uchun ariza talab qilinadi. Odamlar ko'pincha agar menga tegishli bo'lsa, o'zlari chaqirishar deb o'ylaydi. Amalda esa davlat organlari bazada ko'rgan ma'lumot asosida qaror qiladi. Agar sizning holatingiz bazada to'liq ko'rinmasa, sizning ehtiyojingiz ham ko'rinmaydi. Shuning uchun murojaat qilish uyat emas, aksincha, bu o'z huquqingizni bilishdir. Ikkinchi nozik jihat. Yordamning bir turi boshqasiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, moddiy yordam olganingiz boshqa yordamni avtomatik bekor qiladi deb o'ylash noto'g'ri, lekin ayrim holatlarda umumiy daromad hisob-kitobida inobatga olinishi mumkin. Shu sababli har bir yordam turini alohida so'rab aniqlash kerak. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri savol shunday: mening yoshim, pensiya, sog'lig'im va oilaviy holatim bo'yicha qaysi yordam va imtiyozlarga huquqim bor? Bu savol umumiy emas, aniq javob olishga yordam beradi. Uchinchi nozik jihat ro'yxatda turish va amalda yashash joyi farq qilishi. Pensioner bir joyda ro'yxatda, boshqa joyda farzandi bilan yashashi mumkin. Yoki aksincha, farzandlari ro'yxatda u bilan turadi, lekin amalda boshqa joyda yashaydi. Bunday holatlar ijtimoiy yordam baholanishida chalkashlik keltirib chiqaradi. Shuning uchun manzil masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Ayniqsa yolg'iz yashash, qarovchisiz qolish, boshqa tumanga ko'chish, vaqtincha farzandinikida turish kabi holatlar yordam tayinlashga ta'sir qilishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat tibbiy xarajatlar doim ham avtomatik ko'rinmaydi. Shifokorga borganingiz, dorilarni sotib olganingiz, tahlil topshirganingiz davlat yordam tizimida to'liq aks etmasligi mumkin. Agar siz doimiy davolansangiz, shifokor xulosasi, retseptlar, to'lov kvittansiyalari, tibbiy kartadagi yozuvlar kerak bo'lishi mumkin. Bularni tashlab yubormang. Oddiy papka tuting. Har bir hujjatni sanasi bilan saqlang. Bir qarashda bu ortiqcha ishdek tuyuladi. Lekin murojaat qilganingizda aynan shu hujjatlar sizning holatingizni isbotlaydi. 5. nozik jihat bank kartasi va telefon raqami. Ko'p pensionerlar kartani farzandiga berib qo'yadi yoki SMS boshqa odam telefoniga ulangan bo'ladi. Bu xavfli. Men moliyaviy xavfsizlik nuqtai nazaridan pensionerning o'z kartasi, o'z telefon raqami va o'z nazorati bo'lishini tavsiya qilaman. Agar karta yo'qolsa, muddati tugasa yoki bank o'zgarsa, darhol ma'lumotlarni yangilang. Aks holda to'lov kechikishi, qaytib ketishi yoki tushgan tushmagani bilmaslik muammosi paydo bo'ladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karti yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank kartasi, yashash manzili haqidagi ma'lumot, oilaviy holat hujjatlari, nogironlik bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosalar, dori retseptlari. Kommunal to'lov kvittansiyalari bitta joyda tursin. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, odam kerakli paytda nimani ko'rsatishni bilmay qoladi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmat markaziga murojaat qilib, ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshiring. Savolni aniq bering. Mening pensiya ishimda manzil, bank hisob raqami, telefon, oilaviy holat va imtiyozlar bo'yicha ma'lumotlar to'g'rimi? Agar biror narsa eski bo'lsa, darhol yangilash tartibini so'rang. Keyin kelaman deb qoldirmang, chunki ko'pincha muammo aynan keyinga qoldirilgan mayda hujjatdan boshlanadi. 3-qadam, mahallaga boring. Mahalla hozir ijtimoiy yordam masalasida muhim bo'g'in hisoblanadi. U yerda sizning real yashash sharoitingiz, yolg'iz yoki oilangiz bilan yashashingiz, yordamga ehtiyojingiz, kommunal va tibbiy xarajatlaringiz haqida ma'lumot berishingiz mumkin. Agar sizda og'ir holat bo'lsa, faqat og'zaki gapirib ketmang. Yozma ariza qoldiring. Arizada ism, familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya miqdoringiz, oilaviy holatingiz, sog'lig'ingiz, qanday yordam so'rayotganingiz aniq yozilsin. 4-qadam, tibbiy hujjatlarni tartibga keltiring. Agar surunkali kasalligingiz bo'lsa, oilaviy shifokor yoki poliklinikaga murojaat qilib, sizning doimiy davolanishga muhtojligingiz haqidagi ma'lumotlar tibbiy kartada to'g'ri yuritilayotganini tekshiring. Nogironlik guruhi bo'lsa, uning muddati, qayta ko'rik sanasi, tegishli xulosalarini e'tibordan chetda qoldirmang. Agar reabilitatsiya vositasi, eshitish apparati, hassa, aravacha yoki boshqa yordamchi vosita kerak bo'lsa, bu bo'yicha alohida tartib borligini so'rab biling.
Beshinchi qadam. Barcha javoblarni yozma yoki rasmiy shaklda olishga harakat qiling. Agar sizga tegishli emas deyishsa, nima sababdan tegishli emasligini so'rang. Sababi daromadmi, hujjat yetishmasligimi, manzil muammosimi, oilaviy tarkibmi, tibbiy xulosa yo'qligimi? Sababni bilmasangiz muammoni tuzata olmaysiz. Men doim aytaman. Rad javobi oxirgi nuqta emas, u faqat qaysi joyda muammo borligini ko'rsatadigan belgidir. 6-qadam. Yaqinlaringiz bilan bu masalani muhokama qiling. Ko'p pensionerlar farzandlarini bezovta qilmaslik uchun o'z muammosini aytmaydi. Lekin hujjat ishlari, elektron tizimlar, bank ilovalari, navbat olish, ariza topshirish keksalar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Agar siz farzand, nabira yoki qarindosh bo'lsangiz, oyim yoki dadam pensiya olayapti, demak hammasi joyida deb o'ylamang. Ularning hujjatlarini birga tekshiring. Bank kartasi ishlayaptimi? Telefon raqami to'g'rimi? Mahallada ma'lumotlari bormi? Tibbiy ko'rikdan o'tganmi? Shularni aniqlang. Ko'pchilik ariza yozishda qiynaladi. Men oddiy tartibni tushuntiraman. Ariza juda murakkab bo'lishi shart emas. Unda kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingiz haqingizda ma'lumot, muammo va so'rov bo'lishi kerak. Masalan, men falonchi, falon manzilda yashayman, yoshga doir pensiya olaman. Yolg'iz yashayman, doimiy davolanishga muhtojman. Pensiyam asosiy xarajatlarimni qoplashga yetmayapti. Mening holatimni o'rganib, menga tegishli ijtimoiy yordam va imtiyozlar bo'yicha amaliy yordam berishingizni so'rayman. Shundan keyin ilova safatida hujjatlar ro'yxatini yozish mumkin. Pasport nusxasi, pensiya ma'lumoti, tibbiy xulosa, kommunal kvitansiyalar, dori xarajatlari bo'yicha ma'lumotlar. Muhimi, arizada hissiyot emas, faktlar bo'lsin. Juda qiynalib ketdim deyishning o'zi yetarli emas. Qancha pensiya olasiz, qancha dori xarajati bor, yolg'iz yashaysizmi, farzandlaringiz yordam bera oladimi, sog'lig'ingiz qanday? Shuni yozish kerak. Fakt ko'p bo'lsa, holatni baholash osonroq bo'ladi. Davlat yordam mavzusida firibgarlar ham ko'payishi mumkin. Kimdir, men sizga yordam pulini chiqarib beraman, oldindan pul bering desa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy davlat yordami uchun odatda pora yoki vositachiga pul berish shart emas. Hujjat topshirish, ma'lumot olish, navbatga yozilish rasmiy tartibda amalga oshiriladi. Hech kimga pasportingizni, bank kartangizni, PIN kodingizni, SMS kodni bermang. Ayniqsa telefon orqali sizga yordam puli tushadi. Kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'lgani uchun yaqinlari bu masalada alohida tushuntirish berishi kerak. Agar sizga tushunarsiz qo'ng'iroq bo'lsa, darhol qarindoshingizga ayting yoki rasmiy idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qilib tekshiring. Pul masalasida shoshilmang. Davlat yordami hech qachon hozir kodni aytmasangiz, pulingiz kuyadi degan bosim bilan berilmaydi. Bunday gaplar odamni qo'rqitish uchun ishlatiladi. Bugun men tushuntirgan eng muhim fikr shuki, pensionerlar uchun davlat yordami faqat pensiya miqdoridan iborat emas. Yordam olishda hujjatlar, manzil, oila tarkibi, sog'liq holati, yolg'iz yashash, dori xarajatlari va rasmiy murojaat juda katta ahamiyatga ega. Kimdir yordamni avtomatik oladi. Kimdir esa ariza bermagani yoki ma'lumoti yangilanmagani uchun o'ziga tegishli imkoniyatdan bexabar qoladi. Shuning uchun bugun hujjatlarni tekshiring. Mahallaga yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Savollarni aniq bering va javobni sabab bilan oling. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner inson bo'lsa, bu mavzuni e'tiborsiz qoldirmang. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar uchun qanday yordamlar bor? Siz murojaat qilganmisiz, qanday javob olgansiz? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ulashilgan video kimningdir o'z haqqini vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.